Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi fuqarolarga 16, 17 va 18 dekabr kunlari kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Bayram arafasida O'zbekistonda tayyor turing. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hamda ushbu yangiliklardan imkon qadar tezroq boshqalar ham xabardor bo'lishi uchun video rolik ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlardan Alloh rozi bo'lsin. Diqqat qiling. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. 16 dekabr kuni ba'zi joylarga qor yog'adi. 17 va 18 dekabr kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 16 va 17 dekabr kuni 3-8 daraja sovuq bo'ladi. Kunduz kunlari esa 0,5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo bulutli bo'ladi. 16 va 17 dekabrda yog'ingarchilik kutilmaydi. 18 va 19 dekabr kuni ba'zi joylarga yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Havo harorati 16-17 dekabrda kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 3 daraja iliq bo'ladi. 18 va 19 dekabr kuni kechasi harorat 5-10 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatida 16 dekabr kuniga kechasi tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 17 va 18 dekabrda ba'zi joylarga qor yog'ishi mumkin. Havo harorati 16 va 17 dekabr kuni kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida 16 dekabr kuni kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 17 va 18 dekabrda ba'zi joylarga qorga aylanishi mumkin. Havo harorati 16 va 17 dekabr kuni kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida 16 dekabr kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 17 va 18 dekabrda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 18 dekabrda ayrim joylarga esa qorga aylanishi mumkin. Havo harorati 16 va 17 dekabr kuni kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 16 dekabr kuni kechasi 3 daraja sovuq, kunduzi 0,5 daraja iliq. 17 va 18 dekabr kuni kechasi 0,5 daraja sovuq, kunduz kunlari 0,5 daraja sovuq bo'ladi, deyilgan xabarda.